Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun suyuqlikni siqib chiqarish usuli yordamida hajmni o'lchash laboratoriyalik ishini birgalikda o'rganamiz. Ishning maqsadi suyuqlikni siqib chiqarish usuli yordamida to'g'ri va to'g'ri geometrik shaklga ega bo'lmagan jismlar hajmini aniqlash. Bizga kerakli asbob uskunalar, menzurka va suv. Oldindan tayyorlab olingan suvli idish, sizg'ich, to'g'ri geometrik shaklga ega bo'lgan jism, to'g'ri geometrik shaklga ega bo'lmagan jism va suvda botmaydigan jism. Demak, biz bilamiz o'quvchilar, geometriyada jismlarning hajmini aniqlashda ularning o'lchamlarini aniqlash va ularning ko'paytmasini topish orqali aniqlanar edi. Demak, to'g'ri geometrik shaklga ega bo'lgan jismning biz hajmini birgalikda aniqlaylik. Demak, uning hajmini aniqlash uchun uning o'lchamlarini hisoblab boshlaymiz. Demak, bir tarafi A teng 3 cm. Ikkinchi tarafini o'lchayman. Ko'rib turganingizdek 3 cm ga teng. B uchinchi tarafi ham 3 cm ga teng ekanligini ko'rsak bo'ladi. Ya'ni biz geometriyada jismlarning hajmi B teng A ko'paytiruv B ko'paytiruv S formulasi orqali hisoblanar edi. Ya'ni biz hozir ko'rib o'tgan jismning hamma taraflari teng, tomonlari teng bo'lganligi uchun, ya'ni A kub. Demak, biz o'lchagan jism kub jismi ekan. Uning hajmini topish formulasi A kub, ya'ni tomoni 3 cm va uning hajmi cm kubga teng ekan. Endi o'quvchilar ushbu jismning hajmini uning o'lchamlarini hisoblamasdan turib suyuqlikni siqib chiqarish usuli yordamida birgalikda aniqlaymiz. Boya aytgandek, menzurkaga avvaldan tayyorlab olingan suv, ya'ni uning hajmi 200 ml ni ko'rsatmoqda. Keyin menzurkaga ipga bog'langan jismni tushiramiz. Sababi xavfsizlik qoidalariga rioya qilgan holda uni asta-sekinlik bilan tushiramiz. Demak, o'quvchilar, jismni menzurkaga tushirganimizdan so'ng undagi suv sathining ko'tarilganligini ko'rsak bo'ladi. Undagi suv sathi 227 ml ni ko'rsatmoqda. Olingan natijalardan foydalanib, menzurka ko'rsatkichining o'zgarishini hisoblaymiz. Demak, bizlarda menzurkadagi suvning dastlabki sathi hajmi V0 harfidan belgilayman 200 ml. Jism solingandan keyingi undagi suvning sathi 227 ml. Menzurkadagi suv sathining o'zgarishi delta V teng bo'ladi V1 ayru V0. Ya'ni 227 ml dan 200 ml ni ayiramiz. 27 ml, ya'ni suyuqlikka jism botirilganda u 27 ml suvni siqib chiqargan. Demak, bu yerda biz millilitrni hajm birligiga aylantiradigan bo'lsak, 1 ml 1 cm kubga teng. Demak, bu yerda suvning hajmi delta V teng 27 cm kubga. Demak, o'quvchilar, suyuqlikka botirilgan jism o'zining hajmiga teng bo'lgan suyuqlikni siqib chiqaradi. Siqib chiqarilgan suyuqlik hajmi jism hajmiga teng bo'ladi.
ushbu fizik qoidaga asoslangan holda chiqib chiqarilgan suyuqlik hajmi jism hajmiga teng ekanligini ko'rsak bo'ladi. Endi o'quvchilar, biz to'g'ri geometrik shaklga ega bo'lgan jismning hajmini ikki usulda aniqladik. Endi to'g'ri geometrik shaklga ega bo'lmagan ushbu jismning o'lchamlarini hisoblash deyarli imkonsiz. Shu jismning hajmini suyuqlikni chiqarish usuli yordamida aniqlaylik. Demak, bizda menzurkadagi suvning dastlabki hajmi bilgan holda jismni ehtiyotkorlik bilan menzurka idish ichiga tushiramiz. Demak, o'quvchilar, menzurkadagi suv sathi 207 millilitrga ko'tarilganligini ko'rsak bo'ladi. Demak, chiqib chiqarilgan suyuqlik hajmini topishimiz uchun delta V2 teng bo'ladi V1 ayru V0. Demak, bizlarda jism solingandan keyin suyuqlikning sathi 207 millilitr. Dastlabki hajmi esa 200 millilitr. Demak, chiqib chiqarilgan suyuqlik hajmi 7 millilitr. Uni jism hajmiga aylantiradigan bo'lsak, 7 santimetr kubga teng ekan. Demak, o'quvchilar, yuqorida ikki holatda suyuqlikka botadigan jismning hajmini aniqladik. Endi savol, o'quvchilar, biz bilamiz, hamma jismlar ham suyuqlikka to'liq botmaydi. Masalan, qo'limdagi yog'och bo'lagi. Bu yog'och bo'lagining o'lchamlarini hisobga olmasdan turib, ya'ni o'lchamlarni hisoblamasdan turib, uning hajmini suyuqlikni siqib chiqarish usuli yordamida aniqlaymiz. Demak, men bu jismni suvdan olib qo'yaman va menzurkaga yog'och bo'lagini solamiz. Ko'rib turganingizdek, o'quvchilar, menzurka ichiga solingan yog'och bo'lagi suvga, ya'ni suyuqlikka botmaydi. Suyuqlik yuzasida suzib yuradi. Demak, biz uning hajmini aniqlash uchun uning ustiga boya hajmini aniqlagan to'g'ri geometrik shaklga ega bo'lgan jismni tushiramiz. Jism solingandan keyin yog'och bo'lagi va metal bo'lagi suvga tushirilgandan keyin suvdagi menzurkadagi suv sathi ko'tarilganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, undagi suv sathi ro'parasi 250 millilitrni ko'rsatmoqda. Menzurka ko'rsatkichlarini yozib olgan holda menzurka ko'rsatkichining o'zgarishini aniqlaymiz. Bizlarda suvning dastlabki hajmi V0 200 millilitr. Ya'ni unga tushirilgan metal jism hajmi biz oldingi amaliy ishimizda bajargan aniqlaganimizdek 27 millilitr edi. V1 deb kiritaman. 27 millilitr. Menzurkaga metal jism va yog'och tushirilgandan keyin menzurka ko'rsatkichi 250 millilitrni ko'rsatdi. V2 teng 250 millilitr. Menzurka ko'rsatkichining o'zgarishini hisoblaymiz. Delta V teng bo'ladi V2 ayru V1 ayru V0. 250 millilitrdan ayiramiz. 200 millilitr va 27 millilitrni. Demak, 250 millilitrdan 200 va 27 millilitrlarni ayirsak, 23 millilitr javobi chiqadi.
Demak, boya aytib ketganimizdek, millilitr, ya'ni suyuqlikning hajmini jism hajmiga aylantiradigan bo'lsak, 1 millilitrimiz 1 santimetr kubga teng ekanligidan foydalanib, yog'och bo'lagining hajmi 23 santimetr kubga teng ekanligini ko'rsak bo'ladi. Demak, o'quvchilar, suyuqlikni siqib chiqarish usuli yordamida hajmni aniqlash laboratoriya ishida to'g'ri geometrik shaklga ega bo'lgan, to'g'ri geometrik shaklga ega bo'lmagan va suvda botmaydigan jismlar hajmini bemalol aniqladik. Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, o'quvchilar, suyuqlikni siqib chiqarish usuli yordamida to'g'ri geometrik shaklga ega bo'lgan, to'g'ri geometrik shaklga ega bo'lmagan va suvda suzib yuruvchi, suzuvchi jismlar hajmini bemalol aniqlasak bo'lar ekan. E'tiboringiz uchun rahmat.